birli g'ayrat qilib. Ertedeki so'zlish darsiga men qatnashmayman. Nemishqa, sen so'zlishni o'rganib bo'lay deganding-ku. So'zlishni o'rganish bak taskan. Odam hadislar cho'kib ketayotgan. Japoga chidigandilar, ondan g'alba qilib bo'ladi emasmi? Birli g'ayrat qilsang, oxirgi g'albani qo'lga keltira olaysan. Birli g'ayrat qilish deganlik ochiqlanmaslik degan ma'nodami? Yo'q, men seni ilhomlantiryapman. Chebaglikning qo'shini ostoniga kelayli deb qoldi. Meningcha, yanada jon tikib elishib, zeminimizni qo'g'dignimiz tuzak. Alilari, Savgo'ysili bilan ko'rishman deydi. Ha? Savgo'y degan kim? Men ajab tanımaydı ekanman ku. Alilari, men uni tanıyman. Gerçi uning nomi chiqmagan bo'lsa-mu, biroq taktikaga nihoyat mahir. Ha? Chapsan uni chaqiringlar. Alilari, mening bir taklifim bor. Qani ayting. Alilari, meningcha jangdan burun xalqning ishonchini qo'lga keltirish intayin muhim. Shundaqla bu jangda nusrat qozonishning kapolati. Ketingiz o'rinliq. Men alillardan jangga chiqishni talab qilaman. Bu odam o'limdan qo'rqmamdikin-a? Haqoq, bu fikringizga men qo'shildim. Baş to'quvchilliganda hammamiz jangga chiqamiz. Ular jangga tayyorlandi. Biz bu dumboqchilib hujumni boshlaydi. Oldirmaylik. Yana saqlasak fursat ketib qoladi. Menga ishonsalar, xatolashmaydilar. Ular uxlab qoldimi nima? Ajab shabi yo'q-ku. Dumboqni to'xtamay kelinglar. Biz jim turib olib, beliqning cho'ngini tutaylik. Ular jangga chiqmaydigan o'xshamamdi. Bu yarmaslar. To'xtamay kelinglar. Yaxshi, endi hujum boshlasak bo'ladi. Vaycan, biz qochaylik. Biz qochaylik. Vaycan, tapsa qochaylik. Vaycan. Qo'g'lab zarbi beringlar. To'xtanglar. Endi qo'g'lasanlar bo'ladi. Qo'g'langlar. Lobaylikning qo'shinlari g'alaba sari ilgirlab, Chebaylikning qo'shinlarini o'z zimindan qo'g'lab chiqaribdi. Bu qatimqi jangda nihoyat osonlar nusrat qozongandek his qilib qoldim. Jangda oziq-tulikni yetarli tayyorlashdan boshqa yana askarlarning jangovarligi yuqori bo'lmasa bo'lmaydi. Birinchi do'mboqda dushman askarlarining jangovarligi nihoyat kuchli bo'ladi. Ikkinchi do'mboqda jangovarligi sal tuvallaydi. Uchinchi do'mboqda ularning jangovarligi tuvalab, jasorati butunlay sunadi. Shundaq bo'lg'ashqa biz birli g'ayrat qilib, ularni talto'kis mag'lub qila oldik. Aferin. Lekin Chibaglikning askariy kuchini saljanlig'ila bo'lmaydi. Ular pistirma qo'shin avatishi mumkin. Men yovning harbi izlarining qalaymaqanligida, tug' alamlarining dastlab ketganligidan, ularning rastila aloqazada bo'lib qochqanligini, qo'g'lab zarba berishga bo'ldiganligini jazmlashtirdi. Barakalloh, ahlingizga barakalloh. Birli g'ayrat qilib degan bu idiom jang amdili boshlanganda jangovarlikning nihoyat kuchli bo'ladiganligini bildirdi. Hozir biror ish qilganda ko'tarangi ruh, qizg'in kayfiyat bilan qilganda birli g'ayrat qilibla tugatgili bo'ladiganligiga tamsil qilindi. Ya'ni ilhomlantirish ma'nosida qo'llanildi. Do'stlar, amdiga tushungansizlar?